بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Bismillahirrahmanirrahim. Qur'oniylarning da'volari. Ular birinchidan faqat Qur'on bilan yashashimiz kerak deydi. Ikkinchisi, Nabiy sollallohu alayhi vasallamning sunnatini to'liq yoki qisman inkor qiladi. Uchinchisi, sahobalarning fazilatini inkor qilishadi. Sahobalarni ular musulmonlar o'zlari to'qib olgan shaxslar, ularga muhabbat qilishlik, butlarga sig'inishligi bilan barobar deyshadi. To'rtinchidan, ijmoni, ummatning ijmosini inkor qiladi. Beshinchidan, qiyosni inkor qilishadi. Oltinchidan, muftiylarga, ulamolarga, yetakchilarga bo'yin sunmaslik kerak deyshadi. Yettinchidan, har kim namozda Qur'onni o'zining ona tilida o'qishi mumkin deb da'vo qilishadi. Sakkizinchidan, bu hamma firqalarga xos bo'lgan sifat bularda ham bor. O'zlariga qo'shilmagan hammani kofir deyshadi. Mana endi shu nuqtalarni bittama-bitta ko'rib chiqamiz. Ularning bu da'volarini xato ekanligini kitobi sunnat nuri ostida ko'rib, ahli sunna va jamoa ulamolarining bergan ta'limi bilan tahlil qilib chiqamiz. Birinchi da'vosi nima edi? Faqat Qur'on bilan yashaymiz deydi. Bir qarasangiz, to'g'ri gap. Nimasi noto'g'ri? Qur'on bilan yashashimiz kerak desa, bu gapda nimasi xato? Biz ahli sunna va jamoa sifatida Qur'onga amal qilishligini inkor qilmaymiz, balki dinimizning asli Qur'on ekanligini aytamiz. Lekin aytamizki, har kim Qur'onni o'qib, tarjimasini o'zichasiga tushunib, o'zichasiga mustaqil xulosa chiqarish haqqi yo'q deb aytamiz. Qaytaramiz, Qur'on dinimizning asli, bunda shubha yo'q. Ammo biz aytamizki, har kim Qur'onni o'qib, o'zichasiga xulosa qilishlikka haqqi yo'q. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning sunnatini Qur'ondan ajratib bo'lmaydi. Chunki sunnat Qur'onning izohi va sharhi. Qur'onning juda katta qismini tushunmaymiz agar biz sunnatni inkor qilsak. Nabiy sollallohu alayhi vasallamning sunnatini inkor qilsak, Qur'onning katta qismidan g'ofil qolamiz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadislarida sunnatini, o'zining hadislarini, sunnatini Qur'onga bog'lab shunday deydilar. Qala Nabiy sollallohu alayhi vasallam: "Ya ayyuhan nas, inni qad taraktu fikum ma in iqtasamtum bihi falan tadillu abadan. Kitaballohi va sunnata nabiyihi." Ey odamlar, men sizlarga ikkita narsani qoldirib ketyapman. Men sizlarga ikkita narsani qoldirdim. Allohning kitobini va payg'ambarining sunnatini. Ularga mahkam yopishsangiz, hech qachon adashmaysiz. Rasululloh hadislarida Qur'on va sunnatni, Qur'on va hadisni birga zikr qilyaptilar. Endi sunnatni inkor qilgan odam, hadisni inkor qilgan odam, Qur'onni inkor qilgan odam bilan barobar. Boya gapda Qur'on bizga yetadi o'zi, Qur'on bilan yashashimiz kerak desa, chiroyli to'g'ri gapga o'xshaydi. Lekin birodar, bilasizmi, Qur'onda hukm oyatlari 500 ta deyiladi, plus minus. Hayotda nechta masala bor? Nechta masala bor? Bitta 2 rakat namozda 50 mingta masala bor deydi fuqaholar. 2 rakat namozda 50 mingta masala bor deydi. Faqat Qur'on yetadi bizga deyapti. Ha, xo'p, samolyotga minish mumkinmi, mumkin emasmi? Mana Qur'ondan javob ber. Javob bera olmaysan. Oddiy misol. Mashina minish mumkinmi, mumkin emasmi? Qur'ondan javob ber. Yo'q. Endi xuddi shunga o'xshagandek sunnat yetadi, Qur'on bilan hadis yetadi, mazhab kerak emas degan birodarlarga aytamiz, hadisda ham yo'q samolyot bilan mashina. O'shuning uchun ijmo bor, o'shuning uchun qiyos bor, o'shuning uchun mazhab bor. Tushuninglar, Qur'on o'zi aytadi deyotganlar ilmsiz odamlar.
hadis hukm hadislari, mana shu bir fiqhiy masalalar hukm hadislari 1,5 mingtadan 2 mingtagacha deyiladi. Endi qo'shing. Hukm, shariy hukm bo'lgan 500 ta oyat bor, 1,5 mingta hadis bor. 2 mingta masalalarning javobi bor. Qur'on bilan hadisda o'zidan primoy. Hayotda nechta masala bor? Ko'p-a? Shu 2 mingtaga kirmagan narsani nima qabul qilmaymizmi unda? Endi ana shu Qur'on va hadisdan ishlab chiqarilgan qoida bilan mazhablar yangi chiqayotgan masalalarga fatvo beradi. 3 xil Qur'on bor, bilasizlarmi? 3 xil Qur'on bor. Qo'limizda turgan mushaf bizga gapiradi. U gapiruvchi Qur'on. Ikkinchi mushaf jim turadi. Bu koinot. Koinotga qarab tafakkur qilsak, Alloh taoloni tanitadi. Koinot jim turuvchi Qur'on. Endi Muhammad alayhisolatu vassallam tirik Qur'on bo'lganlar. Qur'onga amal qilishlik qanday bo'lishini Rasulullohning hayotida ko'ramiz. Qur'onga 100% amal qilgan odam bormi deb so'rasangiz, bor deymiz. Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam. Agar Qur'onni lillahil masalul a'la, qonunlar, tartib intizomlar majmuasi desak, qonunlar majmuasi desak, Muhammad alayhisalomning hayoti ana shu qonunlarni hayotda tatbiq qilishligining misoli. Tushunarlimi? Sunnatdan voz kechish, hadisdan voz kechishlik Muhammad alayhisalomning vazifalaridan bittasi. Yetkazishlik vazifasini, bayon qilishlik vazifasini inkor qilish bilan barobar bo'ladi. Alloh taolo Qur'onda aytadiki, astagfirullah, va anzalna ilayka zikra litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilayhim va la'allahum yatafakkarun. Muhammad alayhisalomning vazifalaridan bittasi Qur'onni bayon qilib berish. Agar Qur'onni Rasululloh bayon qilib bermasalar, kim bayon qilib beradi? Sizga esa odamlarga nozil qilingan narsalarni bayon qilib berishingiz uchun va shoyat tafakkur qilsalar deb bu eslatmani Qur'onni nozil qildik. Ana Qur'onni Alloh nozil qildi insonlarga, Muhammad alayhisalom bayon qilib berar ekanlar. Muhammad alayhisalomga itoat qilishlik va u zotga bo'ysunishlik haqida Qur'onda ko'plab oyatlar bor. Tushuninglar. Agar bu Qur'oniylar o'zlarining gapiga amal qilishsa, payg'ambarimizga ergashma iloji yo'q. Faqat Qur'on bilan yashaymiz deyaptimi? O'sha Qur'onda Muhammad alayhisalomga ergash degan Alloh. Astagfirullah. Va ma ataakumur rasulu fakhuduhu va ma nahakum anhu fantahu. Hashr surasida Alloh taolo aytayapti. Rasul, payg'ambar Muhammad alayhisalom sizlarga ato etgan narsani olinglar, u zot sizlarni qaytargan narsadan qaytinglar va Allohdan qo'rqinglar. Ana Allohdan qo'rqayotgan odam payg'ambarga ergashar ekan. Qur'onda aytayotgan bo'lsa, payg'ambarga ergash deyotgan bo'lsa, sen Qur'onga amal qilaman deyotgan bo'lsang. Yana oyat o'qiymiz. Astagfirullah. Qul atiiulloha var rasul fa in tavallaw fa innalloha la yuhibbul kafirin. Oli Imron surasi. Ayting, Alloh va payg'ambarga itoat qilingiz. Agar yuz o'girsalar, bas, albatta Alloh bunday dinsizlarni sevmas. Bunday kofirlarni sevmas. Allohga va payg'ambarga itoat qil deb Alloh ochiq aytayapti. Oyatning nassi bilan aytayapti. Lekin agar bosh tortsa, ya'ni payg'ambarga itoat qilishdan bosh tortsa, bunaqa kofirlarni Alloh yaxshi ko'rmaydi deyapti. Yana oyat o'qiymiz. Astagfirullah. Fala va robbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara baynahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayta va yusallimu taslima. Mana hozir 3 ta oyatni o'qidik. Uchalasida ham Muhammad alayhisalomga ergashlik Allohning amri, buyrug'i ekanligi ma'lum bo'lyapti. Yo'q, Parvardigoringizga qasamki, to ular o'z o'rtalarida chiqqan kelishmovchiliklarda sizni hakam qilmagunlaricha, keyin siz chiqargan hukmga bo'ysunmagunlaricha
va dillarida hech qanday tanglik topmagunlaricha musulmon bo'la olishmaydi. 3 ta narsani olamiz bu oyatdan. Agar siz mo'min bo'lsangiz, haqiqatan Allohga bo'lgan iymoningiz chin bo'lsa, birinchisi, o'rtangizda muammo chiqsa, Muhammad alayhisalomning shariatining oldiga kelasiz, sunnatga kelasiz. Ikkinchisi, shariat chiqargan hukmga bo'yin sunasiz. Uchinchisi, qalbingizda hech qanday tanglik haraj qolmaydi. Demak, 3 ta oyat o'qidik. Uchalasida ham Alloh taolo oyatning nassi bilan Muhammad alayhisalomga ergashishlikka buyuryapti. Endi bular sunnat kerak emas degan paytda o'z-o'zidan kofir bo'ladi. Ahli sunna ulamolari Qur'on oyatlarini har kim o'zicha tushunib, xulosa chiqarib ketishga haqqi yo'q deb ta'kidlashadi. Nima uchun bunday? Nima uchun har kim Qur'onni o'qib tarjimasini o'zi xulosa qilishga haqqi yo'q? Birodarlar, bu Allohning kalomi. Bu anavi palonchi yozuvchini roman emas. O'qib o'zichasiga talqin qilib, o'zichasiga xulosa qilgani. Bu Allohning kalomi. Savol: nima uchun har kim Qur'onni o'qib o'zichasiga tushunib, o'zichasiga xulosa qilishi mumkin emas? Alloh mana shunday bo'lishligidan ogohlantirgan. Astagfirullah. Huvallazi anzala alaykal kitab minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab va ukhra mutashabihat. Nima uchun har kim oyatni o'zi o'qib, o'zichasiga tushunishga haqqi yo'q? Alloh taolo aytayapti. U Alloh sizga kitob nozil qilgan zotdirki, u kitobdan shu kitobning asl mohiyati bo'lgan muhkam, aniq, ravshan oyatlar ham bor, mutashobih, tushunish qiyin bo'lgan oyatlar ham o'rin olgandir. Demak, Qur'ondagi oyatlar ikkiga bo'lindi shu yerda. Muhkam oyat, mutashobih oyat. Odamlar 4 xil bo'larda. Bir odam bor biladi. Bilishini ham biladi. Bu odam olim, bunga ergashamiz. Bir odam biladi, bilishini ham biladi. Bu odam olim, bunga ergashamiz. Ikkinchisi, biladi, lekin unutib qo'ygan. Bu g'ofil, bunga eslatamiz. Uchinchisi, bilmaydi, bilmasligini biladi. Bu johil, bunga o'rgatamiz. To'rtinchisi kim bo'ladi endi? Bilmaydi, bilmasligini ham bilmaydi. Bu shayton, bundan uzoq bo'lamiz. Demak, oyatlarni 2 xil dedi Alloh. Ma'nosi aniq, ravshan bo'lgan muhkam oyatlar bor. Qur'onning asosiy qismi shu oyatlar. Va ma'nosi bir qancha ma'noga dalolat qiladigan mutashobih oyatlar bor. Aqida muhkam oyatlar bilan shakllanadi, mutashobih oyatlar bilan emas. Oyatda Alloh aytayapti, u sizga kitob nozil qilgan zotdirki, u kitobdan shu kitobning asl mohiyati bo'lgan muhkam, aniq, ravshan oyatlar ham, mutashobih oyatlar ham bor. Davom etamiz oyatni. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ. Endi dillarida haq yo'ldan og'ish bo'lgan kimsalar, qalbida maraz bo'lgan insonlar, odamlarni aldab, fitnaga solish va o'z havoyi nafslariga muvofiq ta'vil, tafsir qilish uchun uning mutashobih oyatlariga ergashadilar. Tushundingiz-a? Ma'nosi aniq, ravshan bo'lgan, ma'nosi bitta bo'lgan oyatlar Qur'onning asosiy qismi va orasida bir qancha ma'nolari bor, mutashobih oyatlar bor. Alloh aytayapti, qalbida og'ishlik bo'lgan, maraz bo'lgan insonlar fitna qo'zish uchun mana bu mutashobih oyatlarga o'zini uradi deydi. Mana tarjimasini o'zini eshitinglar. O'shuning uchun mana bu ixtilof qilayotgan birodarlarimizni keltirgan oyatlarni qarasangiz, 99% mutashobih oyatlar. Metal. Temirli metalmi? Kumush ham metal, oltin ham metal, laton ham metal, mis ham metal, wolfram ham metal, sin ham metal.
Metal deganda, temir deganda faqatgina biz unavi qora temirni tushunamizmi? Shuning uchun oyat deganda ham birodarlar, hammasini bitta qopga solmanglar. Hali ko'ramiz tafsilotini. Muhkam oyat bor, mutashobih oyat bor. Zohiri bor, majozi bor. Mutlaqi bor, muqayyati bor, omi bor, xosi bor, nosig'i bor, mansuxi bor. Oyatlar shunaqa bo'linadi, klassifikatsiyasi bor. Sizga bitta bo'lsa olib keta olmay hammasini. Alloh taolo aytadi, holbuki unday oyatlarning ta'vilini yolg'iz Allohgina bilur. Ilmda sobit qadam bo'lgan kishilar esa u kitobga iymon keltirganmiz, hamma oyatlari Parvardigorimiz huzuridandir deydilar. Faqat ahli donishlargina pand nasihat olur. Bu oyatdan ma'lum bo'lyaptiki, shunday oyatlar bor Qur'onda, ularni so'zma-so'z tarjima qilib, ustidagi ma'nosiga amal qilib bo'lmaydi. Bunday oyatlar mutashobih oyatlar deyiladi. Ya'ni bir qancha ma'nosi bor. Ana shu biz aytayotgan toifalar bunaqa oyatlarga e'tibor qilishmaydi, o'zlarini nafslariga yoqqan tafsirni ma'noni berishaveradi. Demak, yana qaytaramiz. Qur'ondagi oyatlar muhkam oyatlar ekan, mutashobih oyatlar ekan. Muhkam oyat bitta ma'nosi bor. Bir o'qidingiz, ravshan, aniq tushundingiz, boshqa ma'nosi yo'q. Ikkinchi oyatlar turi mutashobih oyatlar ekan, bir qancha ma'nolari bor ekan. Aqida muhkam oyat bilan shakllanadi. Endi mana shu mutashobih muhkam oyatlarni ahli sunna ulamolari qanday siz bilan bizga o'rgatishadi, qanday ta'lim berishadi buni? Qanday tushunishadi? Ana shu biz aytayotgan Qur'oniylarni ilmda o'ta sayozligini ko'ringki, oyatmi? Oyat. Bo'ldi, amal qilib ketaveramiz deyapti. Agar oyatni o'qib shunday amal qilib ketaversang, bu Qur'onni tushunish usullari orqali o'rganmasang, araqni ichishlikka ham yo'l topasan. To'g'ri kelgan odamni peshanangda kofir deb o'ldirgan ham hukm topaverasan. Chiqarsa bo'laveradi. Oyatmi oyat, shunday o'qib ketaveramiz deyotganlarning misoli temirmi temir bo'ldi. Bir xil bo'ladi temir deyotgan odamga o'xshaydi. Metal deganda faqatgina temirni tushunamizmi siz bilan biz bilgan? Oltin ham metal, kumush ham metal, latin ham metal, mis ham metal, po'lat ham metal, cho'yan, qo'rg'oshin, alyumin, nikel va hokazo. Demak, ahli sunna val jamoa ulamolari usul ilmlarida ana shu oyatlarning turlarini va ularni qanday tushunish kerakligini bayon qilib berishgan. Usulul fiqh deyiladi bu ilm. Muhkam oyatlar ma'nosi bitta, ma'nosi ravshan, aniq. Bitta o'qidingiz, tushundingiz. Qul huvallohu ahad. Ayting, Alloh yakkadir. Bo'ldi, boshqa ma'nosi yo'q. Endi mutashobih oyatlarchi, bir qancha ma'nolari bor. Bizni o'rtamizda bo'layotgan bo'linishlar, ixtiloflarning sababi ana shu mutashobih oyatlarda farqiga bormaydigan ukalarimizni qilayotgan xatti-harakati. Majoz bor, haqiqat bor Qur'onda. Om bor, xos bor. Nosih bor, mansux bor. Mutlaq bor, muqayyat bor. Sababi nuzul bor. Shulardan nechtasini bilamiz? Sababi nuzul tushunarli endi. Nima sababdan nozil bo'lgan bu oyat? Buni tushundik. Lekin mutlaq bilan muqayyatchi? Om bilan xoschi? Majoz bilan haqiqatchi? Va ma kana robbuka nasiya. Robbing unutuvchi emas. Bu tushunarli. Keyingi oyatda nasulloha fa nasiyahum. Ular Allohni unutishuvdi, Alloh ham ularni unutdi. Birinchi oyat muhkam oyat, tushunarli. Alloh hech narsani unutmaydi. Bu tushundik. Endi buni muqobilida buni teskarisi turibdi. Bular Allohni unutishuvdi, Alloh bularni unutdi deydi. Ustidagi ma'noda olamizmi yoki majozini olamizmi? Shep, yuribmiz orqangizdan kun ko'rib deydi. Shep, siz bizni quyoshimizsiz deydi. Ustidagi ma'nosini olasizmi, majozini olasizmi? Bir oyog'im bu yerda, bir oyog'im bu yerda deydi. Mana shu gaplar majoz, taydagi ma'no olinadi. Robbing hech narsani unutish emas. Muhkam oyat, tushunarli. Ustini olaveramiz buni, muhkam. Ular Allohni unutishuvdi, Alloh ularni unutdi. Bu yerda taydagi gapni olamiz, ustidagi emas.
Ya'ni Allohning hukmlarini unutib, Allohga kofir bo'ldi, Alloh ularga parvo qilmay qo'ydi, o'zini holiga tashab qo'ydi, ularni unutdi. Shuning uchun manaqa oyat bor. Bu domlalar ham bunga amal qilmaydi. Manaqa oyat bor. Bular ham amal qilmaydi deganda, hali oyat qanaqa ekan? Qul huvallohu ahaddaqa muhkam aniqmikin yoki bir boshqa ma'nolari ham bormikin bu aytayotganda? أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته